Kolit kasalligi bilan kelyapsiz. Jizzax shahardansiz-a? Biz shahardan. Qachondan beri kolit bilan kasallsiz? Hozir 3-yil. Yozilishingiz necha marta? Bir kunda 8-9 marta bo'ladi. Bergan dorilarim yaxshi ta'sir qila boshladi. Balki 10 kunda bitib qolar ishingiz. Bilib bo'lmaydi-da. Siz ichangizni tuzalib ketishiga xalaqit bermasangizgina men sizni davolab beraman. Bo'ldi, mana shu narsalar, ana shu. Nima o'zgardi? Mana 10 kun bo'ldi davolaganimga. Yo'q, foydasi yetdi, o'zi billa o'tdik-ku. Ha, barakalloh. Farqingiz, meva yemaysiz, sut qatiq ichmaysiz, yog'li ovqat yemaysiz. Go'shtlar ham ko'pi dimlangan, qaynatilgan bo'lishi kerak. Men bitta narsa so'ramoqchiman. Mehnatimga rozimisiz? Roziman. Bergan bunaqaga rozi. Bergan puli 100%. xarajatingizga ham rozi. Siz aytmasizdan chiqarganda aytyapman rozi. Men roziman.